Agar siz yangi Sergio Ramosni qidirayotgan bo'lsangiz, barcha Raul Asensioni sizga ko'rsatadi. Yangi Neymarni sog'inib, o'rnini bosadigan bormi desangiz, barcha Desire Doueni misol keltiradi. Agar yangi Mesut O'zil bormi desangiz, barcha ko'zlar Arda Gülerga boqadi. Yangi Zlatan kerak desangiz, Haaland sizga qarab turgan bo'ladi. Lewandowskidek gol mashinasini izlasangiz, Gyökeres bor. Agar yangi Ronaldo Nazariodek futbolchini xohlasangiz, barcha sizga Mbappeni ko'rsatadi. Yangi Iniesta desangiz Pedri Gonzalez, yangi Xavi desangiz esa Gavi. Hattoki Zinedine Zidane zo'r edi, unaqasi hozir yo'q desangiz Jude Bellingham bor. Yangi Leo Messi hech qayerda yo'q desangiz Lamine Yamal buni inkor etadi. Ko'pchilik uni Messining bir bo'lagi sifatida qabul qilishga ulgurdi. Ammo e'tibor bering, agar sizga yangi Ronaldo kerak bo'lsa, hech kim sizga hech qanday variantlarni taqdim eta olmaydi. Cristiano bu Cristiano, barcha jihatlarda universal, chap oyoq, o'ng oyoq, bosh bilan jarimadan gollar, tezlik, dribling, texnika, unda barchasi mavjud. Shunday ekan, endi siz qaytib yangi Ronaldoni izlamang, ishonavering, topa olmaysiz.